ko'rganingizdek ba'zi bir internet tarmoqlarda yozilish sababli yana sizga qaytadan darsimizni tushuntirib olamiz. Xo'p, ismning jar o'rinlari necha o'rinda ism jar bo'ladi? 2 o'rinda jar bo'ladi. Qaysi? O'zi jar nima? Qaratqich kelishigi. Misol uchun bir e'tiborlar bilan misol aytingchi. Nima? Ana men O'zbekiston. Masalan qarang, sizning misolingiz. Ana men O'zbekiston. Siz o'tgan darsimizda qaratqich kelishgan, o'zimizdan keyin kelayotgan so'zni qaratqich qiladi dedikmi? Ha. Demak, O'zbekiston hali bo'lib ketyapti. Nega? Chunki undan tashqari g'oyri munsarif, ya'niki kelishga amal qilmaydigan so'zlar bor. Ya'niki ular hech qachon kasra ololmaydi. Ya'niki kasrani o'rniga ham nima oladi? Fatha oladi. Bunday so'zlarni qayerdan bilamiz desangiz, oxiri tanvin bilan tugamagan otlar bor. Masalan, Samarqandu, Samarqandun emas. Demak, bilasizki, mana oxirida tanvin olmayapti. Yoki Maryamu, Zaynabu, Umaru, Samarqandu, Makatibu. Nima olmayapti oxiri? Tanvin olmayapti. Eng bilishlikning yaxshi yo'li o'zining shartlari bor, lekin siz uchun oson yo'l yodlaysiz-ku. Yodlaganingizda oxiri tanvin olmayaptimi? Demak, bilingki u ikki kelishli, ya'ni kasra olish mumkin bo'lmagan otlar. Ya'ni yaxshi misol keltirdingiz, istisno holati. Lekin nima deysiz? Xayolida kasrasi bor, ya'ni taqdiriy i'rob degan narsa bor arab tilida, taqdirida uni kasrasi mavjud. Lekin unga olish mumkin bo'lmaganligi uchun kasra olmaydigan fatha yozib turasiz. Qolgan o'rinlarda tanvin oladigan o'rinlarda muammo yo'q. Demak, predikatlardan keyin kelgan so'z demak qaratqich kelishigida, ya'ni kasrali bo'ladi. Ikkinchisi esa bugungi mavzuimiz izofa. Izofa o'zbek tilidagi demak ikki otning bir-biriga qaratqich kelishligi orqali bir kishi arab tilida bo'lgan ikki otning bir kishi. Xo'p, bular ikki qismga bo'linadi. Birinchisi mudof, birinchi qismi. İkinci kısmı ise mudafun ilayhi. Bunu misol bilan yaxshiroq tushunamiz. Varaqu al-kitabi. Demak, varaqu kalimasi bu mudaf. Ya'ni kaliflovchi. Al-kitabi kalimasi esa mudafun ilayhi. Mudafun ilayhi. Varaqul kitabi bizga kerak joyi mana. Demak, ot so'z turkumi qaratqich kelishigida turibdi. Ya'ni qaratqich kelishiga kelyapti. Qaratqich kelishigining alomati nima? Kasra. Birlik so'zlarda kasra. Birlik so'zlarda ikkilik, ko'plik va hokazo ularning barchasi bilan turli xil bo'lishi mumkin. Misol uchun ikkilik bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ikkita kitobning varag'i deydigan bo'lsak, nima bu? Kitabayni bo'lib ketadi. Kitabayni o'zgaradi. Xo'p, mudof va mudofun ilayhi qismidan iboratligini bildik. Endi mudof qismiga nimalar muhim, mudofun ilayhi qismiga nimalar muhimligini bilib olishimiz kerak. Ya'ni arab tilida mudof, ya'ni izofa tarkibidagi mudof va mudofun ilayhining maxsus qoidalari bor. Ular quyidagilar. Mudofning izofaning mudof qismi hech qachon al-arzlik artiklini olmaydi. Tanvin qo'shimchasini qabul qilmaydi. Tanvinlar bular tanvin. Siz bilgan mana bu al-arzlik artikli. Ha? Xo'p, bular mumkin emas. Nimaga? Mudofun. Xo'p, mudofun ilayhi qismi ikkinchi keladigan so'zimiz amr
yoki noaniq holatda ham doim qaratg'ich kelishiga keladi. Demak, bu doim bo'lishi kerak. Ya'niki hasrali bo'lishi kerak. Bu hech qachon ta'min bommali, ta'min fathali yoki fatha bomba bo'lib kelmaydi. Al artiklini ola oladimi? Ola oladi. Endi u so'zga bog'liq. Misol uchun, qaysi bir talabaning kitobi deydigan bo'lsak, ya'ni qaysi bir talabaning kitobi nima bo'ladi? Kitabu tolibin. Bu talabamiz aniq emas. Noaniq. Agar aniq talaba bo'ladigan bo'lsa, nima qo'shamiz? At-tolibin. Kasrali qilib qo'yamiz. Biri aniq, ikkinchisi noaniq holatda bo'ldi. Endi savol tug'iladi. Biz mudof qismini nima olmaydi deyapmiz? Al aniqlik artiklini olmaydi deb aytamiz. Bu yerda mana aniq holatiga misol, noaniq holatiga misol yozdingiz. Mana ko'p turgan ma'lumotlardagi misolimizda. Eslatmang muhim qismini. Ya'niki aytyaptiki, izofaning mudofi al aniqlik artiklini olgan yoki olmaganligi nimaga qarab bilinadi? Mudof ilayhi. Demak, mana bu kitobu at-tolibga qarab ketsak, demak kitob aniq. Kitobu tolibga qarab ketsak, kitob noaniq holatda hisoblanadi. Izofani menimcha juda yaxshi tushunib olganlar shekilli. Xo'p, izofa umuman izofaning ikki turi bor. Birinchisi ma'noviy izofa, izofatul ma'naviyatun, ikkinchisi lafziy izofa, izofatul lafziyatun. Xo'p, ma'noviy izofa nima? Shakli jihatdan, shakli nima? Shakli. Ko'rinishi. Ma'no jihatdan ham, ko'rinishi jihatdan ham, ma'nosi jihatdan ham. Ma'nosi degan o'zbek tiliga tarjima qilganingizda nimaning nimasi? Sinfning eshigi, ya'ni ma'no jihatdan. Xo'p, ikkalasi ham izofaga o'xshash birlikmalar bo'ladigan bo'lsa, ma'noviy yoki nima deyiladi? Haqiqiy izofa. Masalan, mudof tanlib olmayapti, arablikni olmayapti. Mudof ilayhi qaratg'ich kelishigidan, demak, kitobu tolibin shaklan ham ma'no jihatdan izofami? Demak, bu ma'noviy izofa. Yoki babul bayti, uyning eshigi. Hop, ikkinchi qismi faqat shakli jihatdan izofaga o'xshaydi. Faqat shakli jihatdan izofaga o'xshaydi, lekin ma'nosi emas. Ma'nosi emas. Misol uchun, hasanu al-xulqi. Ma'nosiga e'tibor bermagan holatda shunday qarasak, izofami? Al mudof. Hasan al-xulqichi mudof ilayhi. Endi ma'noga e'tibor bering. Yaxshi xulqli. Demak, qolib ma'nosi tushmayapti. Bu izofa qolibida keladi-yu, lekin ma'noviy yoki ma'nosi jihatdan ta'sir qilmaganligi uchun faqat bu lafzda bor yoki shakliy izofa. Lafziy deganni hozir aytganimiz hasanu al-xulqi. Shu tariqa izofalar nechaga bo'lindi? Ikkiga bo'lindi. Xo'p, sizga men tarqatma materiallar berdim. Bu yerda ba'zi bir misollar keltirilgan. O'sha misollarni ko'rib chiqamiz va bir muncha nima qildingiz? Ishladingiz. Qavoza qiling-da. O'chirib turib ishlab olaylik. Nima deyilgan shartida? Aha. Izofa qoidalarimizda xatolik bor, hatto qo'yib to'g'rilaydi. Birinchisi, al-kitobu tolibin. To'g'rilasak? Kitob nima bu yerda xato? Al-artiklida xato. Demak, mudof qismida al-artiklga kelish. Tamam. Ikkinchisi babun al-baytun. Bunda tanlik bo'lmaydi, kasra bo'ladi. To'g'ri. Babun al-bayti. Yaxshi. Yana kimda bor? Boshqa misolimizga o'taylik. Boshqa misolimizga. Demak, tarjimamiz bor bu yerda. Quyidagi o'zbekcha buyruqlarni arab tiliga izofa shaklida tarjima qiling. Birinchisi, talabaning daftari. Daftaru at-tolibati. Yaxshi. Yana. Ikkinchisi, qizning ismi.
ismun binti. Yaxshi. Shunda. Xo'p, shu yerda ba'zi bir so'zlar berildi. Eng so'nggisiga e'tibor bersalaringiz, shu so'zlardan foydalanib izofa qolipini yasashimiz kerak. Qani kimlar bor? Ayting siz. Buni endi misol qildik, boshqasi. Al-muallim kitabu al-muallim. Kitabu al-muallim yaxshi. Ha. Al-muallimu at-talibi. Talabaning o'qituvchisi bo'ladi. Xo'p, ana endi, mana sizlarga shu yerda savol beraman. Xuddi darsimiz avvalida o'tgan darsni takrorlash o'laroq sizga g'oyri munsarif, ya'ni kasra olish mumkin bo'lmagan kalimani aytib o'tdim. Endi shu bilan misol keltirsak. Xo'p, shunda Zaynabning kitobi desak, nima bo'ladi? Kitabu Zaynab. Kitabu nima bo'ladi? Demak, kitabu Zaynaba bo'ladi. Ayt, nima dedik? Kasraning o'rniga fatha kasra olish mumkin emas dedik. Demak, bu qanaqa kelishga amal qilmaydi. Qayerdan bilamiz? Tanvin olmasligini eslab qolasizlar. Ya'niki bu qaratqich kelishligida kelyapti, faqat taqdirida bor. Buni kasrasi taqdiriy i'rob deydi. Taqdiriy i'rob deydi. Xo'p, mavzu tushunarli bo'ldimi?